Men bu voqealarni yillar davomida ichimda yashirdim, chunki o'sha paytda men hali yosh bola edim. Qo'limdan hech narsa kelmasdi. Faqat singlim bilan birga bir-birimizga qarab yig'lab, qaniydi tezroq tugasa deb kutardik. Oilamizda ota-onam juda ko'p urushib qolishardi. Bir kuni uyda kulgi bo'lsa, ba'zan 10 kunlab o'sha kulgini eshitmasdik. Buni qarindoshlarimiz ham yaxshi bilishardi. Otam onam urushib qolsa, singlim bilan bir-birimizga qarab yig'lardik. Ichimizdan faqat bitta gap o'tardi. Qaniydi tezroq yarashib olishsa. Men hali kichkina qiz edim o'sha paytlari. Lekin o'sha paytdagi qo'rquvlarim hozir ham esimda. Bir kuni ota-onamni janjali juda og'irlashib ketdi. Onam bosh qismidan pichoq bilan jarohat oldilar. O'sha paytda men 4-sinf tugatgandim. Singlim esa hali ham maktabga bormasdi. Onam va bizni yangamlar onamni ota uyiga jo'natishdi. Bobomlar 2 hafta shifoxonada onamni davolatishdi. Keyin rahmatli ammam va pochcham bir hoji amaki kelib, bobomning uyiga bizni o'zimizning uyga olib ketishdi. Otamning o'rniga ular kechirim so'rashdi. Men bu gaplarni hech kimni yomonlash uchun aytmayapman. Men faqat bitta narsani tushunishingizni xohlayman. Farzand oldida aytilgan har bir og'ir gap bola ulg'aygach ham yuragida qoladi. Ota-onaning bir-birini haqorat qilishi, kamsitishi, farzandning ko'z oldida urishishi bola uchun oddiy janjal emas. Bola qo'rqadi, bola yig'laydi. Bola o'zini aybdordek his qiladi. Va eng achinarlisi, ba'zan u bularning barchasini ichiga yutib ulg'ayadi. Qiz bola ham Alloh bergan ne'mat. Uni o'g'il bo'lmagani uchun kamsitish, urishish yoki boshqa bolalar bilan solishtirish uning qalbida yillar davomida qoladigan iz qoldirishi mumkin. Men bu hikoyani aynan shuning uchun aytyapman. Hamma boshidan o'tganlarni minglab odamlar oldida aytishga jur'at topa olmaydi. Men ham uzoq vaqt o'yladim. Lekin Toshkentga kelishimdan oldingi juda yoshligimda boshimdan o'tgan voqealarni ham sizlarga aytib berishga qaror qildim. Chunki balki mening hikoyamni eshitib biror ota-ona farzandi oldida ovozini pasaytirar. Balki bir qiz men qadrsiz ekanman degan fikrdan qutular. Agar mening bolaligimdagi og'riqlarim birgina oilani asrab qolishiga sabab bo'lsa, bu hikoyani aytganimga arziydi. Men bu hikoyani sizga achinishlaringiz uchun aytmayapman. Men o'zingizga savol berishingiz uchun aytyapman. Farzandingiz sizning janjallaringizni ko'rib, qanday bolalik bilan ulg'ayyapti?